Agar tibbiyotni odamlarga ishontirib olsak, tibbiyot xodimlari xalqimizga munosib xizmat qila olsa, ana shu nur ustiga nur bo'ladi. Albatta, mana bu yerda juda ko'p tibbiyot xodimlarini ko'ryapman. Albatta, men nomlaringni aytib, men hammalaringga turg'izib, ta'zim qilishga tayyorman. Nimaga desangiz, har bitta bolani, odamni, har bitta insonning hayotini saqlab qolish hech qaysi boylik bilan, hech qaysi mezon bilan teng bo'lmaydi. Kelinglar shu tibbiyot xodimlariga alohida bir rahmat deyaylik. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 16-iyunda qabul qilingan aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida tashkil etilgan ushbu markazda aholiga zamonaviy tez tibbiy yordam ko'rsatish uchun barcha qulay shart-sharoitlar yaratilib, chaqiruvlarni qabul qilish uchun tunu kun uzluksiz faoliyat yuritadigan yagona call tizimi yaratildi. Yıldan aşık işledim ben. Oldin juda qiyin sharoitlar bo'lgan. Mashinalar eski bo'lgan. Itarib yurib, yurgizib borib yordam ko'rsatganmiz. Hozir sharoitlar juda yaxshi bo'ldi mana. Yana ham ishlagim keladi hozirgi vaqtga keladi. Viloyat tez tibbiy yordam tizimida faoliyat yuritilayotgan, uzoq yillardan beri ishlayotgan tajribali ustoz yoshiga yetgan barcha tibbiy xodimlarni markazga to'plashib, bayram munosabati bilan katta e'tibor bo'ldi rahbariyat tomonidan. Bunaqa tadbirlar ilgari kamdan kam bo'lardi, ayniqsa tez tibbiy yordam tizimida. Bundan juda ham mamnunmiz. Deganlar kim vatanni sevmoqlik iymondandir. Tirikligi badanning ham hissi ruh jondandir. Zarra xokdan batartib jismlar topgan tarkib, tuproqqa yana qaytib birikmoq insondandir.
Tez tibbiy yordam. Assalomu alaykum. 12-operator eshitaman. Qabul ketyapmiz. Buyuk kelajak uchun sarfla tanda bor kuchun, el yurtim deb yonib chin yashamoq vijdondandir. Farg'ona viloyatining So'x tumanida zamonaviy tibbiy talablarga to'liq javob beradigan yangi tez tibbiy yordam stansiyasi tubdan ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanining tez tibbiy yordam stansiyasining yangi binosi tantanali tarzda foydalanishga topshirildi. Ushbu binoda xalq va xodimlar uchun bir qator qulayliklar yaratilgan. Biz tez tibbiy yordam stansiyasidamiz. Qo'soy shahar tez tibbiy yordam stansiyasi aholiga qulayliklar yaratish maqsadida ushbu stansiya zamonaviy me'morchilik asosida qayta ta'mirlanib, foydalanishga topshirildi. Mana hozirgi biz sizlar turgan joyimiz tez tibbiy yordamning yuragi hisoblanadi, ya'ni kol markazimiz. Oldin shu davrgacha bitta chaqiruvga 15 minut 20 minut oralig'ida chaqiruv qabul qilinib, brigadaga yetib borguncha vaqt olardi. Hozirgi kunda mana avtomatlashtirilgan tizimga o'tish munosabati bilan juda borganda 1,5 minut, hatto 2 minutgacha ham bormayapti chaqiruvlar. O'z vaqtida qabul qilinib, shu to'g'ridan to'g'ri brigadaning o'zini planshetiga tushib, yordamlarning sifatini va tezligini oshirishga xizmat qilyapti. Biz raqamlashtirishga katta e'tibor qaratmoqdamiz. Elektron avtomatlashtirilgan middatda tizim orqali dorixonalar harakati, qo'ng'iroqlarni qabul qilish va uzatish, bundan tashqari avtotransport nazorati to'liq raqamli amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga aholi bilan to'g'ridan to'g'ri muloqotni kuchaytirish maqsadida Callback tizimi joriy etilgan. Har kuni minglab fuqarolar bilan qayta aloqa o'rnatilib, xizmat sifati tahlil qilinadi. Assalomu alaykum. Hurmatli bemor, yaxshimisiz? Tog' markazidan telefon qilyapmiz. Tez yordam chaqiruvlaringizmi? Qancha? Tez yordamga shikoyatlaringiz bormi? Albatta, har bir tizimning samarasini raqamlar ko'rsatadi. Statistika bo'yicha 2022-yilda 1,513,244 ta chaqiruv, 2023-yilda 1,460,384 ta, 2024-yilda 1,405,259 ta, ya'ni yana 55,125 taga kamaygan. Shifoxonaga yotqizish 2024-yilda 84,076 ta, 2023-yilga nisbatan 2,924 taga oshgan. Ambulatoriy yordam 2024-yilda 169,363 ta, 2023-yilga nisbatan 34,744 taga kamaygan. O'lim holatlari 2024-yilda 2,965 ta. Bu 2023-yilga nisbatan 55 taga kam degani. Chaqiruvlarda kechikishlar 2022-yilda 29,675 ta, 2023-yilda 28,160 ta, 2024-yilda esa 3,223 ta, ya'ni 24,937 taga kamaygan.